Sizlarga bitta bolachani ko'rsataman. Maylim qo'lingiz ushlasin. Hozirda ko'rgan videoinglar bu qanaqadir to'qima, postanovkali video emas. Bu haqiqiy bitta chaqaloqni yuzlaridagi, qo'llaridagi, tanalaridagi ko'karish va haqiqiy ko'rinishdagi holat. Bolachamiz ismlari Imron va ulardagi kasallik yurakdagi parok kasallik. Ushbu bolachamiz bugungi kunda og'ir holatdalar. Operatsiya jarayoni kundan-kun cho'zilib bordi. Sabab chunki bolachamiz shamollab pnevmoniya bo'lib qoldilar. Va inshaalloh kelayotgan 9-iyun, ya'ni hayitning 3-kuni Imronjon bolamiz mana shu bolalar Sampi bolnitsasining 6-blok kardiologiya bo'limida operatsiya bo'ladilar. Azizim, bitta narsani so'ramoqchiman. Agar qo'lingizdan kelsa, shu videoni story qo'yib bering. Kommentariyada shunchaki shu bolachamiz uchun Allohim shifo berdi deb yozib keting. Va bir dona yaqin do'stingizga, yaxshi ko'rgan do'stingizga, imkoni bor do'stingizga yuborib qo'ying. Azizlar, sizlar bilan birgalikda bir oila bo'lib, Imronjonning operatsiyasiga kerakli barcha summalarni 100% to'lab bo'ldik. Endi esa nima sababdan pul yig'moqdamiz? Imronjon inshaalloh operatsiyadan chiqqanidan keyin bu bolachamizga yaxshi sharoit va muhit kerak bo'ladi. Va bu sharoitni ham birgalikda qilamiz. Operatsiyaga keladigan bo'lsak, dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 1:00 da jonli efirda biz barcha holatni sizlarga yoritib ko'rsatib beramiz. YouTube kanalimizda barcha holat translyatsiya orqali 100% jonli efirda ko'rsatib beriladi. Inshaalloh YouTube oilamizga obuna bo'lib qo'yinglar va agarda Imronjonning hayoti, operatsiyasi sizga ham qiziq bo'lsa, YouTube oilamizga kirib, bemalol jonli efirda bu holatni kuzatishingiz mumkin. Har biri shaffof va haqiqiy holatda sizlarga ko'rsatib beriladi. Har biringizni Abdulboriy Umarov yaxshilik izlab oilasida kutib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Hali ko'plab yaxshiliklarni birga qilamiz. Hammaga rahmat.